Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi videomizda men sizlarga BNB Pix saytidan darajamizni oshirishga harakat qilib ko'ramiz. Shu haqida hozir to'liq videorolik qilamiz hozir. Ya'ni birinchi navbatda bonusimizdan olib biz harakat qilamiz mana shu 18% maksimalni ko'tarishga. Xo'p. Uning uchun bizga rulet coin'i kerak bo'ladi va biza bu yerdan xo'sh, buni ham biz summadan 2 martadan qo'yib yoqamiz va aylantirishni 3 marta bosamiz. 1 2 va 3. Endi bitta obnoit qilamiz va yana bittadan qo'yib 5 marta o'ynaymiz. 2 3 4 и 5. Xo'p, endi yana bitta obnoit qilamiz. Endi bizi qizil bilan qoraga bitta qo'yamiz va buni ham 5 marta o'ynaymiz. 1 2 3 4 va mana 5. Bo'ldi, endi sekin menyuga qaytamiz. Mana o'rtoqlar ko'rib turibsizlar, 18% 25% ga oshirdik. Va biz ko'p o'ynaganimizga mana bu yerda 55 ta emas 60 ta bo'ldi. Ya'ni 5 ta bonus fauset qo'shib berildi. Agar ishonmasanglar, videoni orqaga qaytarib ko'rsanglar, boshida kirganimizda 55 ta turgan edi. Xo'p. Endi qaysi o'yinni o'ynasak bo'ladi? Limbo o'yinini o'ynab yana bir ko'rsatib beraman men sizlarga. Xo'p, bir qo'yamiz. Avtomatik yoqamiz va bu joyiga 400. Bu joyiga 1.5 qilib belgilab qo'yamiz va avtoni bosamiz. Mana bo'ldi, bu yerga kuzatamiz. Nima deydi? Ya'ni sonimiz 50 tadan oshganda o'yinni biz to'xtatishimiz kerak bo'ladi. Hozir nimanidir hisobida biz adashdik. Wow. Katta xato qilib qo'ydim o'rtoqlar, bu yerda eng katta xato bo'ldi. Xo'sh. Men buni yutqizishga tikishim kerak edi. 400% oshishi yutishiga tikib yuboribman. Bu bizga juda katta minus bo'ldi. Hozir bitta xatoyimizni sizlarga ko'rsataman. Juda qimmatga tushdi. 208 ming hozir men minusga ketib qoldim bitta o'yinda. Hop, mayli. Bu bizga mana plusga o'ynadi. Mayli, endi nima deymiz? Hop, endi o'yinlar bo'limiga o'tamiz va slot o'yiniga o'ynab ko'ramiz. Aylantiramiz 3 marta. Endi pulimizni 2 barobar oshirib bir o'ynab ko'ramiz. 1x. Yana 3 marta chiqmasa agar yana 2 marta oshiramiz. 1x chiqdi, yana bosuramiz. 32 qani? 64. Hop, 128. 256 qani? 2x. Yana bitta.
128 ga qaytaramiz. 256 ga oshiramiz. Qaytaramiz. Oshiramiz. Katta sonlar endi chiqishi kerak. Mana endi ko'payyapti koeffitsient chiqishi. Qani? Xo'sh, qani. Va ozgina pul tikishda xato qilib qo'ydim. Sal kattaroq summa bilan 10x bo'lganda ham ancha qoplaverardi. Mayli. Vau. O'yin. 1 2 Yaxshi. Xo'sh, 64 qani? 32 ga tushiramiz. 16 ga tushiramiz. Qani? 64 ga ko'taramiz. 128 256 Qani. Bitta bo'lsin bo'ladi. Yaxshi. Qani 10x. Yes. Xo'p, endi o'rtoqlar, общий menyuga qaytamiz. Rezultatni ko'ryapsizlar, 10% ga oshirdik. Bir ikkita xatolarimiz bilan biz ozgina summa yutqizib qo'ydik. U o'zimni xatoyim bilan bo'ldi. Bu taktikaga vobshe aloqa joyi yo'q. Ko'rdinglar o'zinglar nima bo'lganini. Bitta noto'g'ri joylangan sxemadagi koeffitsient ozgina xato bilan normalniy summa yutqizib qo'ydim. O'shaning uchun uni kesmayman. Bu hammada bo'ladigan holat. Men shuni sizlarga bir kursni bermoqchiman. Misol uchun bir xilla bor yutqizib qo'yadi-da, keyin menga yozadi, yutqizib qo'ydim, xato ekan. Xato uchun turibsiz deydi. Bu xato hammada bo'ladi. Bu sizlarga bitta dars bo'ldi. Misol uchun mendan zo'rlari ham orada xato qilib turadi. Shuning uchun buni sizlarga kesmasdan ochiq-oydin kursni berishga qaror qildim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kanalda qolishni umid qilaman. Kattakon rahmat.